Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana bir bor reklama qilib, obzor qilayotgan mahsulotlarimizdan biri hozirgi mavsumga bog'bonlarimiz uchun, gulchi akalarimiz uchun ajoyib bo'lgan bir qaychini olib qo'yibmiz. Mana. Hop. Qarang, mana bu qaychilarimiz. Arzonchi qaychilarimiz, led qaychilarimiz, Epani mahsulotlari va kerak bo'lsa izgiri yoki katta uzoqda turgan shoxlarni kesish uchun bo'lgan qaychilarimiz va mana bunday uzun bo'ladigan qaychilarimiz mana. Uzoqda joylardan bemalol kesib olsangiz bo'ladi. Mahsulotni udari. Yana bitta bomba mahsulotimiz hozirda bizda elektrik qaychimiz kelgan. Mana o'zini mana bunday navor zaryadga qiladigan, moylaydigan mana bunday qo'shimcha batareyalar, ikkita batareyalari bor. Almashtirib zaryad qilib ishlatorsangiz bo'ladi. Mana hozir gapimizni isbotish uchun mahsulotimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana bu yerda truba bor ekan. Mana kesishini qarang. Kesib tashlaydi. Faqat men kaltali qilyapti. O'zi ham turbamiz bor, yog'ochimiz bor mana. Yog'ochimizni kesib ko'rsatib beramiz. Mana qarang. Mana qarang. Sariyog'da kesib tashlaydi yoki umuman bilinmaydi. Bundan katta ham yog'ochlarni bemalol kesishingiz mumkin. Agar kerak bo'lsa, biz O'rikzor do'konimizda bitta like va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.